Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan banan shokoladli pirojni tayyorlashni o'rganamiz. Tayyorlanishi ham juda ham oson. Birinchi bo'lib biskvitni tayyorlab olamiz. Tuxum oqiga shakar solib ko'pirtirishga qo'yamiz. Yaxshilab ko'pirib chiqqandan so'ng tuxumni sariqlarini ham oz-ozdan solib yana ko'pirtirib olamiz. Alohida idishda unli kakaoli massamizni aralashtirib tayyorlab qo'yamiz va tuxumli massamizga oz-ozdan solib yana aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan biskvit massamizni 30 ga 40 listimizga solib, qizigan duxovkada pishirib olamiz. 180 gradusda 15 minutlar atrofida. Endi krem tayyorlaymiz. Tvorojniy sirimizga saxarli pudra, kakao solib, yaxshilab bir xil massa qilib mikser qilib olamiz. So'ng slivkamizni ham solib, yana ko'pirtirib olamiz. Tayyor bo'ldi kremimiz. Biskvitimiz pishib chiqqach, sovigandan keyin 3 ga teng 3 ga bo'lib kesib olamiz. Chetlarini ham kesib olsanglar, krujkasiga ishlatamiz. Biskvitimizni propitka qilib olamiz. So'ng krem surib, bananni terib chiqamiz. Keyingi qavatida ham xuddi shu ish takrorlanadi. Krem surib, banan terib olamiz. Pirojnimiz ustini ham kremlab, xohishga qarab bezatib olsanglar bo'ladi. Mazali pirojnimiz ham tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa, duo qilib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'laman.